FTG-P2 3D skanerimizda olingan obyektimiz ob'yom bo'yicha, ya'ni obyektning hajmini va ob'yomini o'lchashimiz kerak bo'lgan to'liq skaner holatdagisi. Hozir bunda faqat ichki skaner qilingan, ichki tomonda skaner qilingan, faqat interior skaner, ya'ni tashqi fasad qismi skaner qilinmagan obyektimizda to'liq 3D model yaratilgan. Bizda ba'zi bir kamchiliklar ham bo'lgan, xonalar yopiqligi uchun ba'zi bir xonalar olinmagan. Ko'rishingiz mumkin. Ochiq bo'sh katak sifatida ko'rinadi. Mana xona yo'q bu yerda. Biz shunday bo'lsa ham baribir skaner qilib oldik. Binamiz ikkita seksiyali, o'rtasida shof mavjud. Kesib taxlab oldik ortiqcha detallardan mana. Va biz aynan bir qavatni o'zini olishga qaror qildik, ya'ni 4-qavatni o'zini alohida qilib oldik. Ortiqcha detallar yoki muammolar kamroq bo'lishi uchun va osonroq bo'lishi uchun. Buni ham alohida qilib oldik. Mana 4-qavatimizning o'zi. Ko'rishingiz mumkin. Razrezini kesib oldik biz. Kerak bo'lishi degan ma'noda, ya'ni ko'rinayotgan obyektlarimiz xona ichida gipsokartonlari bor, ularni ya'ni narvonlari kabi, xullas, stroy materiallar bor ichida bo'lyapti. Ko'rinib turibdi, kesganmiz, lekin unda ham ko'rinib turgan. Demoqchi bo'lganim, bu narsalar ham hajm sifatida ozgina ham qo'shilib ketadi. Lekin biz bu narsalarni qo'lda kesib tashladik. To'liq versiyasiga o'tamiz. Mana boshida aytib o'tganimdek, bu mana bu yerda xonamiz skaner qilinmagan, shuning uchun yer ochiq. Xonamiz, binomizni o'zi to'liq 3 ta qismga ajratishga to'g'ri keldi. Buyurtmachi biz taklifiga binoan, ya'ni patolog qismi alohida, devor qismlari alohida va pol qismi alohida hisoblab berish aytilgan. Biz avtomatik rejimdan foydalanib, mana polni patologni alohida, polni alohida qilib oldik. Hatto devorlar ham alohida. Ko'pchilikda muammo bo'ladigan eshik va derazalar esa ob'yomga kiritilmagan, mana ko'rishingiz mumkin. Oq rangda bo'lib turibdi. Va o'sha kesib tashlangan yuzadagi detallar mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ularni mana profillari ham mavjud bo'lyapti. Mana kazollari mana avtomatik rejimda ko'rishingiz mumkin. Mana stollari mavjud, mana bu yerda stollari. Bu yerda ishchilar ishlayotgan vaqtdagi, shuning uchun shuvalib tushgan bu yerda. Mana bu yerda ham ularni ishchilar narsalari bor. Mana bu yerda gipsokartonlar mana. Mana shu joyda ikkita xonada gipsokartonlar mavjud bo'lgan. Ishchilarni va mana bu yerda ham bu yerda salfan ostida nimadirlar qo'yilgan, ya'ni shuvash uchun shikaturka kabi qurilish mahsulotlari borligi, shuning uchun olib tashladik bularni ham. O'zi avtomatik rejimda olib tashlangan. Va mana bu yerda metal profillar, mana alyumin profillar ishlatilgan. Ularni ham olib tashladik. Endi xona sifatida endi bo'lishyapti, lekin hali bo'lishmagan xona. Va bu qism bizga endi kerak emas. Qismga ajratib bo'lganimizdan keyin mana alohida qilib har bir qism uchun alohida hajm berib chiqamiz. Devor uchun alohida beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Faqat devor qismini o'zi. Pol qismimiz mana alohida u ham. Bu qorayib turgan yuzalarda skanerimiz ustida material borligi uchun uni olmagan. Ya'ni ostki qismi ko'rinmagan unda. Ko'rishingiz mumkin. Pol qismimiz tayyor va patolog qismimiz.
endi ularni har bir metr kvadratdan, ya'ni devor bo'yicha alohida ko'rsatib o'taman. Devorimiz o'zi, qolgan qismlarni o'chiraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Derazalarimiz hajmi hisobga olinmayapti. Kalkulyatorga beramiz o'zinikiga. Xo'sh. Devorlarimiz yuzasi 2533 metr kvadratni tashkil etadi. Hajmi jihatdan bu xatolik, chunki ostki qismda ham berib turibdi. Qaysidir yuzalar yoki joylar yopilmaganligi sababli xatolik berish mumkin degan ma'lumot berib turibdi. Lekin biz hozir asosiy metr kvadratga e'tibor qilamiz. Chunki binomizning balandligi atigi 3 metr, patoloq qismi. Ya'ni umumiy kvadratimizni 3 metrga ko'paytirib yuborsak ham qancha hajmdalik kelib chiqadi. Bu devorlarimiz uchun ma'lumot edi. Devorlarimiz ana bu bo'ldi. Endi biz pol qismiga o'tamiz. Mana pol qismimiz. Mana birinchi esdan chiqdim. Avtomatik rejimda devor qismlariga qaysidir detallar suyab qo'yilgan bo'lsa yoki birlashtirib qo'yilgan bo'lsa, buni kompyuter avtomatik ravishda pol deb o'ylaydidagi devorlarni ham pol sifatida sinflab ketadi. Biz buni qo'l rejimida, ya'ni alohida qilib belgilab, o'sha devor deb belgilasak bo'ladi alohida qilib. Buni hozir mana ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin mana. Polimiz aslida mana devorlar tushib qolgan. Bularni biz qo'lda devor sifatida belgilab yuborganmiz. Kiritib yuborganmiz sinfiga, klassifikatsiyada alohida qilib. Bu yoqda ham shunaqa bo'lyapti. Bu narsa unchalik muammo emas. Patoloq qismimiz. Patoloq qismimizda unaqa muammo yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu qismdagi devorlarga to'g'ri keladi. Polimizga qaytamiz. Polimizning umumiy yuzasi kalkulyatorimiz. 1230 bu 81. 1231 desa ham bo'ladi, metr kvadrat tashkil etadi. Va asosiy qismimiz patolog. Patolog qismimiz elektr kabellar tortilgan. Hayron qolmaysiz, bu qizil-qizillar nimaligi. Kalkulyatorimiz yana. Yo'q, hozir xato beradi, chunki polda turgan ekanmiz. Patolog va endi 1306 metr kvadrat tashkil etyapti patologimiz. Bunda patologimiz asosiy qismi ko'rishingiz mumkin, yopiq va devorlarimiz ham ayirib tashlangan, hisobga olinmagan devorlarimiz bu yerda. Bu xonamiz patologiya grilyator mahsuloti uchun adashmasam bo'yalgan. Bo'ldi, qolgan xonalarimiz o'z joyida. Endi to'liq ob'yem, ya'ni umumiy metr kvadrat qanchaligini ko'rib chiqamiz. 5705 metr kvadrat ekan umumiy yuzamiz obyektimiz uchun. Bunda o'sha derazalar va eshiklar hisobga olinmagan albatta. Bu hisoblash turimiz programmaning o'zida avtomatik rejimida hisoblangan. Sizga ham shunaqa turdagi skaner xizmatlari kerak bo'lsa yoki skanerimiz sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling.